Inson qadri ustuvor jamiyatda fuqarolarning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, hayot va sog'ligi, ish qobiliyatining saqlanishini ta'minlash masalalari hamisha dolzarbligicha qoladi. 28-aprel butun dunyoda xalqaro mehnatni muhofaza qilish kuni sifatida nishonlanishi ham xodimlarning faoliyat samaradorligini ta'minlashga hissa qo'shmoqda. Mazkur sana Xalqaro mehnat tashkiloti tashabbusi bilan 2003-yildan beri har yili o'tkaziladi. Bundan ko'zlangan maqsad ish joylarida baxtsiz hodisalar, kasbiy kasalliklar va boshqa turli xavf-xatarlarning oldini olishdan iborat. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Navoiy hududiy filialida barcha xodimlarni o'z kasbi va ish turi bo'yicha belgilangan tartibda hamma muddatlarda mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha o'qitish, ularga yo'l yo'riq berish va ularni texnik ekspluatatsiya qilish, sanoat va yong'in xavfsizligiga oid amaldagi qoidalar, me'yorlar va yo'riqnomalar bo'yicha bilimlarni sinovdan o'tkazish tashkil etilgan. Zararli va xavfli mehnat sharoitlari bilan bog'liq og'ir ishlarda ishlaydigan xodimlarning ishga loyiqatligini aniqlash va kasbiy kasalliklarning oldini olish maqsadida ularni dastlabki va davriy tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlariga doim e'tibor beriladi. Filialning markaziy ta'mirlash uchastkasida 11 nafar ishchilar faoliyat ko'rsatadi. Ular turli bosimdagi transformatorlarni ta'mirlaydi. Markaziy ta'mirlash uchastkasida 20 yildan beri ish faoliyati olib borayotgan bo'lsam, hozirgi kunda oldiga qaraganda sharoitlar yaxshilandi. Oldi misol tomimizdan yomg'ir o'tayotdi. Hozirgi kunda men shepar qilinib, toza, ozoda, yorug' sharoitlar juda yaxshilandi. Oldinlama ishchi xodimlarimiz juda shovqin holatda ishlaydi. Hozirgi kunda mana bu zamonaviy stanoklar qo'yilganligi hisobidan ish sharoiti juda yaxshilandi. Mehnat muhofazasi bo'yicha ishchilarga juda katta sharoit yaratilgan. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi deydi. Hozirgi ish qurol bilan oldagi ish qurollar farqi juda katta. Oldi misol ish qurolida juda eskirib qolgandi. Hozir zamonaviy yangisiga almashtirganligimiz uchun qiynalmasdan ishlab kelyapti ish xodimlarimiz. Maxsus kiyim bilan ta'minlangan, yuvinishga, ovqatlanishga sharoit qilingan. Oylikni o'z vaqtida oladi. Ish soati ertalab 8 dan kechki 5 gacha. Yakshanba dam olish kuni. Sexda 11 kishi ishlaydi. 25 kilodan 1000 kilogacha bo'lgan tarmoq transformatorlar ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Shu olib boriladigan ishlarning zamirida mana shu inson qadri turibdi. Nihoyatda ishchi xodimlarga sharoit keng yaratilgan. Bu yerda ishchi xodimlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Xavfsizlik texnikasi, mehnat muhofazasi va yong'in xavfsizligi xonalari mavjud. Ishchilar uchun dam olish xonalari, yotoqxona, yuvinish xonalari tashkil etilgan. Korxonamizda 1400 dan ortiq xodim faoliyat yuritib kelmoqda. Ularning mehnatini muhofaza qilish bo'yicha xizmat tashkil etilgan. O'sha xizmatimizda 15 nafar xodim tunu kun xodimlarning mehnatini muhofaza qilish va ularning xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya etilishini muntazam nazorat qilib bormoqda. Bu mehnatni muhofaza qilish faqatgina bu biriktirilgan xodimlarga yoki muhandis xodimlarga emas, balki har bir ishlayotgan xodimning majburiyati hisoblanadi. Mehnat muhofazasi bu hayot muhofazasi hisoblanadi-da. Jumladan xodimlar salomatligini ta'minlash maqsadida ularni korxonamiz tomonidan muntazam va davriy tibbiy ko'rikdan o'tkazib boriladi. Ularning ish o'rinlarini attestatsiyadan o'tkazish, ya'ni 67 ta ish o'rnini muntazam attestatsiyadan o'tkazish orqali xavfli va zararli mehnat sharoitida ishlayotgan xodimlarni sut qatiq, imtiyozli nafaqa, muddatli ta'tillar imtiyozlar belgilangan. Kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan filialimiz o'rtasidagi kelishuv bor. Kelishuvga asosan o'tgan yil 760 million so'm mablag' hisobidan ularning mehnati muhofaza qilingan. Sanitariya va gigiyena salomatligini tiklash, ularni maxsus kiyim-bosh, poyabzal bilan ta'minlash bo'yicha bu yil hisobidan qariyb 1 milliard pul ajratildi. Bu 1 milliard pul har bir xodimga 1 million 100 ming so'mni tashkil etadi. Bulardan tashqari filialimizda ularni muntazam o'qitish tashkil etilgan. Ular uchun zamonaviy o'quv xonalari, dam olish xonalari yaratilgan. Filialimizda jami 8 ta o'quv poligoni va 9 ta o'quv xonalari zamonaviy adabiyotlar va stendlar bilan jihozlangan. Bularning hammasi har bir xodimni mehnatini muhofaza qilish, ya'ni ularga qulay shart-sharoitlar yaratish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. Xususan o'tgan yil davomida Navbahor tumanida
SNG davlatlarini qabul qiladigan o'quv poligonlari tashkil etildi. O'quv poligonida xodimlarning bilim saviyasini oshirish, kelajakda bahs hodisalarni, jarohatlanishlarni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilib, respublika miqyosidagi musobaqalar, kasb mahorati musobaqasi o'tkazilib, xodimlar munosib taqdirlandi. O'quv xonalarida muntazam malakali mutaxassislar tomonidan tinglovchilar o'qitilib kelmoqda. 72 soatlik rejalashtirilgan o'quvimiz o'shani 36 soat markazlashgan holda o'qitilib kelmoqda. Ular uchun yotoqxonalar, yuvinish xonalari, dam olish xonalari, oshxonalari tashkil etilgan. Bundan tashqari xodimlarimiz yiliga bir marta maxsus kiyim bosh bilan to'liq poyabzal bilan ta'minlanib kelmoqda. Xulosa o'rnida aytganda, barcha korxona va tashkilot va muassasalarda xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlari yaratilishi lozim. Mehnatni muhofaza qilish talablarini buzganlik uchun ish beruvchi javobgar bo'ladi. Ish beruvchi barcha yangi ishga kirayotgan va boshqa ishga o'tkazilayotgan xodimlar uchun mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'l yo'riqlar berishi shart. Fuqarolarni sog'ligining holatiga ko'ra o'ziga to'g'ri kelmaydigan ishga qabul qilish va xodimlarni boshqa shunday ishga o'tkazish taqiqlanadi. Ishchi xodimlar uchun bepul tibbiy ko'riklar tashkil etilishi, ish vaqtida va dam olish vaqtida yoshlar va ayollar mehnatini muhofazasi, ichki mehnat tartib-qoidalari, ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalar sodir bo'lganda xodimning birinchi navbatda qo'llab-quvvatlash mehnat muhofazasiga kiradi. Shuni ta'kidlash joizki, ishlovchilarni sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitlarida ishlashlariga bo'lgan huquqlarni ta'minlashda jamoatchilik nazoratini o'rnatish muhim o'rin tutadi. Sohadagi ishlarni olib borishda korxona, tashkilot va muassasalarning boshlang'ich kasaba uyushmalari, mehnat muhofazasi bo'yicha vakillari va mutaxassislarni o'rni beqiyosdir.